Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14-yanvar. Sizlarga bugun mana qo'yoqir, moloqir va konteyner mahsulotlarini ko'rsatamiz. Bunimiz 230 lik qo'yoqirimiz. Bunisi 2 metrlik qo'yoqirimiz. Keyin atala pishirmoqchi bo'lganlarga atala qozonlarimiz bor. 300 litrlik va 500 litrliklari bor. Bundan tashqari moloqirlarimiz bor. Boshqa viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga dastavka qilib chiqaraveramiz. Mashinalarga kamroq joy egallagan mana bunaqa yonlari yopilmagan, oyoq qo'yilmagan variantlar bor. Bularimiz 2 metrlik moloqir va qo'yoqir 2 metrlik. Bular 230 lik moloqirlarimiz. Bularimiz 230 lik qo'yoqir va 260 liklari. Bularimiz qo'yoqir. Boshqa viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga mashinada kamroq joy egallaydi. Pastdagi nomerga telefon qilsanglar, dastavka qilib chiqaraveramiz. Keyin bunaqa idishda loy kareydalarimiz bor. Bunisi 1,5 metrga 2 metr. Bunisi 1,20 ga 2 metr. Keyin bundan tashqari konteyner mahsulotlari narxlari kimga qiziq bo'lsa, konteyner mahsulotlarining hamma narsalari bor, xudo xolasa. Polliylari, temirlari. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.